Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan doktor Donuz G'olib. Bugungi videoda ko'rib turganingizdek, bu videoni 3-qismi, 2-qismiga mikrofon yo'q qilmay gapira olmay qolman. Sizlar ko'p narsani qolib ketganlaringiz yo'q. Shu 2-qismga ko'rgan bo'lsalaring kerak. Ferma qurdim. Tamam. Oddiygina fermacha qurib qo'ydim. Tamam, boshqa hech narsa qilganim yo'q. Keyin gapirganim sizlar ana bu men xaritaga ham borib keldim, xazinaga. O'sha yerga borib keldim va olmoslar chiqdi. Keyin o'zimga instrumentlar yasab oldim. Mana 12 ta bu. Keyin esa dengiz yuragi, keyin 6 ta chig'anoq tushdi. Keyin ana bu ham tushdi. Shunaqa ishlar. Bugungi videoga maqsadimiz hamma narsani ko'paytirib fermalar qurish. Çünkü fermalar bizga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Yana end portalga borishim kerak. End portal. Ochib borishim kerak. Lekin hech tushmaydi shu graveldan narsa. O'zimga kerak narsalarni olay, tamam. Keyin obsidianni ham olish kerak. Bu yoqqa borish uchun. Hech graveldan narsa tushmaydi. Tushmaydi. Bu hilligi uchunmi? Bilaman, o'chadi. Bu yoqdan olimda sudan. Shuni ichidan olimda buni. O'shanga. Boshqa gravel bu, qo'lga oladi. Shuni olaylik, tamam. Nezaretgacha portal menga nezaretgacha kuchayishga yordam beradi. Men nezaretgacha kuchaymoqchiman. Endi o'zimni vijvandan olaman. Bu yoqqa bitta ham bo'lmaganman. Bu yoqni yo'qotishni ham istamayman. Men mol ferma qurdim chunki kitoblar uchun. Sehrlash kitobi uchun shu yoqqa, ana 2 ta molcham bor. Bular o'zi ko'payibdi. Menga esa urug' kerak, urug'. Endi bularni uyim ichiga oldin bilan qoplaylik, keyin mollarni ko'paytiramiz. O tushdi, mana qo'yat. Butun umr bo'ladimi deb qo'rqyapman. Mana bu gravel bilan qo'yapman. Men gravel böyle tamam. O'zimizga keraklicha bittagina ham yetaveradi o'rtada ham. Temir bor, bittagina kerak bizga. Tamam. Gravelni bu yoqqa qo'yamiz. Oltin. Olamiz bersak qo'yib tepadan pastga. Oltin bu yoqqa solib bo'lsa ham bo'ladi. U uchun bosishim kerak. Hozirdan bormayapti. Men qo'yib qo'yaman shuni. Hamma narsani, kerak narsalarni olib qo'y. Bular endi bu graveldan. Menimcha chiroyli. Yo'q hali. Ulaha. Şu taşıyamam bunu. Bunu olamaz. Qana bilish kerak, endi qayoq quraman portalni. To'g'ri qishloqlar ketmaydigan joyga qurish kerak-da. Mana quraman. 1 2 3 4. Men blokim yetarli uchun shundan chetlarini ham qo'shib qo'yaveraman. Çünkü mening blokim yetadigan o'rtada. Böyle portal taq. Endi buni jazikalga yasaymiz. Böyle. Endi portalni rivojlantiramiz. Mana chiroyligina portal. 2 tagina ortiq qoldi. Hamma ishni motka qilib tashladik. Endi esa buni bu yoqqa qo'yamiz. Molni ko'paytirish uchun
Bizga bug'doy kerak bo'ladi. Hadi bug'doy olamiz. Bug'doy bormi? O'tgan qismda kim eslasa bug'doy ko'p edi. Ko'p bo'luvdi bug'doy. Yana bug'doylarni o'sgandir. Ko'rish kerak bu. Bug'doylaringni yaxshi qarasang, ulasanmi? Senga aytdim. Bug'doylaringni yaxshi qarasang, ulasanmi? Ay, xohlasang o'zi qara. Yo'q. Men bilan sana ishing vashshe demasan. Kallangga oyog'ini nima sotasan? 20 taga bitta zumrad olibdi. Nima? Boshingga ur bu narsalaringni. Yo'q hali. Men ketdim. Borgino qaytib kelma. Men o'g'rasan sana. Ibi. Mukshman unaqa jo'limni nima qilibdi? Maniki yo'q. Maniki. Amaki nima qilibdi? Odasini ishingni yengil qilaman. Bechora bachcha yosh ketdi. Bu asalchalar yesammi? Men tezroq katta bo'l. Senga. Sanam tez katta bo'l. Bu katta bo'l. Sanam tez katta bo'l. Ikkita bilan katta bo'lmaysan. Qarang chiqaman. Ko'chinglar sasiqchada. Bizim mollarında var. Babur mol sanladı. Bugün konga çıkış gerek. Nasıl bir neydi? İyi pişakla balık karaydı bu ama balık mı? İyi. Bak açtım. Gitme kongola. Ben bu gabını az giyem aytganman. Minecraft'ın oltun koydası bu. Hiç kaçan paskayı birden kovlamam. Yekin telefon oynuyorum demek bemalol kovlayman. Yaqinga chiqaman. Bloklarim ortga chiqaman shunday. Orada kon chiqib qolar. Kon chiqsa ne umid qilib o'tirmak-ku. Bir yo'nlagan kovlash kerak. Mashallah mama. Как раз olmadım Timur. Yaxshigina pastga tushmanku. Yaxshigina pastga tushgan o'zi olmasam chiqadi. Mana endi yurib ketdik pastga. Do'stlar, hech qanaqa aldamayman. Bu rostdan olmos. Hech qanaqa to'xtatib olmos qo'yganim yo'q. Bu shunchaga olmos. Buni kovlash kerak yaxshi. Hop tushdi. Yo'lani ham bir. Nima bu? Omad. Yana yo'lani kovlaylik. Ikkita olmosli berim zatto. Omadli kon ekan. Daraxt cho'p bu yoqqa narimla qo'yib chiqish kerak. Ketgan qitbasga. O'zini olmos chiqish kerak. Konga tushishim kerak, burunda olmos chiqish kerak. Ikkita olmos yo'lib chiqaman. Go'yo olmos branya uchun kerak. Shu uchun juda ko'p kovlayman. Lekin bu yo'q sizlarga 100% yoqmaydi. Mayli. Sizlarga men qarib 1 soatcha olmos qolayman, lekin bu sizlarga bittagina barmoq qo'shilishim orqali meni qo'limga qarib 2 ta olmos paydo bo'ladi. Ishonmaysizlarmi? 2 ta o'zimnikida. Ishonmaysizlarmi? Hozir ko'rib turgan 2 ta, mana 2 ta turib tozalanish 32 ta bo'ladi. Ishonmaysizlarmi? Eshinglar. 1 3 degancha bo'ladi. 1 2 do'stlar, men maqsadimga yetishdim. 32 ta olmos kovladim. Lekin aytay, uncha ko'p vaqt ketgani yo'q. Ana kirgan ko'rishingiz mumkin. Prosta pastga kovladim, olmosda chiqaverdi. Keyin juda ham ko'p emas, chetga kovladim, chiqaverdi. Mayli, olaverdim. Aldagan yo'q, kreativdan unaqa emas. Sizlar unaqa deb o'ylamanglar, kreativdan olganim yo'q.
Vayshe kreativdan olganim yo'q. Endi olmos brani yasaymiz. Qani go. O'z birinchilib olmos chess play deydilar. Endi esa ishton. Endi esa bosh kiyim. Endi esa ishton esa qattigina qo'lga bosardim. Javob bosardim. Qattinga 3tagina emas 8tamiz ortiq qo'llar. Endi o'zim narsamni yetsam ham bo'laveradi. Mana branya va olmos branya. Bitta endi nezarat qo'llatamo. Nezarat branya, tamom. Sandiq to'lib ketdi. Hozirroq ko'proq sandiqlar olishim kerak. Daraxt chopish kerak. Lekin daraxt chopishni juda ham yomon ko'raman. Mayli, daraxt chopamiz. Daraxt chopayman shuncha payt. To'xtang, bitta nezarni ko'rib kelaylik. Qizil qilib bormi? Yo'qmi? Biz endi drakon o'ldirmoqchimiz. Ketdi. Ulu. Iliq. Qirib bo'ldim. Payda bo'lik. Yaxshi ko'girmon. Qizil o'rmon. Qittingni yurardim. O'zim bu yoqqa cho'milardim. Ko'girmondan Ender Pearl olsa bo'ladi. Bulardan savdolashsa bo'ladi. Mana shu yoqqa demak Bastionni bilish kerak, bular cho'chqalimcha ko'p. Mayli, hali bu yoqqa kelishga vaqtli. Mana o'lish niyatim yo'q bu yoqqa. Shu uchun o'z joyimga qaytaman. Daraxt chopish kerak. Bu atroflarga daraxt yo'q. Daraxt chopishni keyinroq qoldiramiz. Bular hech qaysi ko'tarilmagan. Bular o'sibdi ekan. Ketdi, daraxt chopamiz. Pauza qilib turaman va daraxt juda ham ko'p. Bo'ldi, mana 14 stak daraxt. Bularni hammasini maydalaymiz. Maydalaymiz. Böyle shunchasini maydalaymiz. Yo'g'iga endi sunduq yasaymiz. Sunduq bitta, ikkita, tamam. Ikkita yetaveradi. Sunduqni olamiz. Böyle hamma narsalarni shu yoqqa qo'yaman. Mana joy bittaga kamaydi hamma narsani qo'yishga. Bularni keyingi qismda eritaman. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan doktor Donut G'olibov.